Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda marhamat qiladilar. Raghima anfuhu, thumma raghima anfuhu, thumma raghima anfuhu dedilar. Burni yerga ishqalansin, burni yerga ishqalansin, burni yerga ishqalansin. Ya'ni baxtsiz bo'lsin, baxt topmasin, xor bo'lsin ma'nosida talqin qilinadi. Burni yerga ishqalansin, baxtsiz bo'lsin, xor bo'lsin, burni yerga ishqalansin. Shu so'zni 3 marotaba payg'ambarimiz alayhisalom qaytardilar. Shunda sahobalar aytishdiki, "Man ya Rasululloh, kimni burni yerga ishqalansin, kim xor bo'lsin, ey Allohning rasuli" deyishdi. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom aytdilar: "Man adraka walidayhi 'indal kibari", qaysi bir kishi otasini, onasini qarigan vaqtida topsa, ahadahuma, ikkalovlarini topsa yoki bo'lmasa, au kilayhima, yoki ikkalovlaridan birini yoki ikkalovlarini, yo birlarini yo ikkalovlarini qarigan vaqtida topadigan bo'lsa-yu, summa lam yadkhulil janna, shu holatida jannatga kirmagan bo'lsa, xor bo'lsin dedilar. Otasi, onasi qarigan vaqtida, kimnidir otasi, onasi to'ylar qilganda yonida turadi. Kimnidir otasi, onasi ertaroq vafot etib ketib qoladi. Birlari yoki ikkalovlari kimni otasi, onasi shu holatda qo'lida qarisa, uni jannati shu ota-onasi ekan. Shu otasini, onasini duosini olib, bolajonim umringdan baraka topgin, bolalaringdan qaytsin shular deb duosini olib qolmagan ekan, ana shu odamlarni burni yerga ishqalansin deyaptilar.